Xo'sh aziz do'stlar, bugun xudo xohlasa 19-may haftani dushanba kuni soatimiz 9 dan 37 daqiqa o'tdi. Biz yana o'z ishimizga xudo xohlasa tayyorlanamiz. Hozir mana mo'yka qilib oldik. Endi bo'lsa gaz zapravkaga kirib gaz quyyosi xudo xohlasa bo'ldi. Eng qizig'i kameramiz zaryadkasi yo'q ekan. Qaraman hozir chala qolib ketib qolsa gapimizni keyingi videoda davom ettiramiz aziz do'stlar. Sizlarga bo'lsa yaxshi kayfiyat, sihat, salomatlik. Qadrli do'stlar, o'zingizlarni ehtiyot qilishinglarni, sog'lomlikda ko'rishinglarni, Alloh har birimizdan asrashini so'rab qolamiz. Hozir mana sekin kirib kelyapmiz. Bizga o'sha yaqin bo'lgan, ma'qul bo'lgan nima deydi bir gaz zapravkamizga yaxshi mashinalar kam ekan. Xo'sh o'rtoqlar, 100 milli gaz quydik, 100 milli. Polni qo'yganimiz yo'q, chunki polniga yetadigan pulimiz yo'q edi. Hatto 100 mingga ham salkami kista davleniya bo'ldi. Gazdan hozirgi mahalla muammo yo'q. Shuning uchun ishlab xudo xolasa оборотga kirib olsa, undan keyin yana polni qo'yamiz. Kameramizga keladigan bo'lsa, simi cho'ta qilishni boshlabdi. Shuning uchun mana zaryadkada hozir mana o'zimizning telefonimizda kameraga olamiz. Kamerasi yaxshi emas, xiradiganligi kameramiz juda zo'r kamera. 2.7K formatda syomka qilinadi. O'shaning uchun o'rtoqlar hech bir anaqa qilmaylar. Shu YouTube nastroykalarni to'g'rilab qo'ysanglar bo'ldi. 360 u YouTube'ga o'zini nima deydi, anaqasi bu. Biz qancha baland qo'ysak ham bu yog'i bunaqa bo'lgandan keyin foydasi yo'q. Sizlarga bo'lsa hozir mashinamizni bitta obzor qilib ko'rsatib olamiz, ishga chiqishdan oldin. O'sha mashinamizni ko'rishingiz mumkin. Aziz do'stlar, sizlarga turishni ko'rsatdik. Bizga g'oyibona mana shu sxemalar, mana shu balon. Allohning mehribonchiligi bilan kelib qoldi. Balonimizning razmeri 95 ga 65 15. Charim Ho firmasini yangicha talqindagi baloni. Kattecho va yangi diska. Aziz do'stlar, sizlar bilan bo'lishishga qaror qildim. Nimaga 65? Chunki biz 8 diskadamiz, shuning uchun zashni kortlarini hisobga olgan holda undan tashqari kattaroq diametr qo'yib oldik. Buni uzoq yo'lga yuradiganlar juda yaxshi bilishadi. Biz ham salkam shunaqa uzoq vaqt yuramiz. Bizga navbatda birinchi zakaz kelib tushdi aziz do'stlar, 10.500 so'm koeffitsiyenti bilan xudo xohlasa. Shundoq postdan o'tib ko'prik tagida turishimiz kerak ekan, ish qilib adres to'g'ri berilgan bo'lsin. Qabul qilganimiz sababi o'zi ballarim tushib yotibdi. Kecha juda ko'p zakazlarni o'tkazib yuborganman. Shuning uchun majburlikdan shu tarafdan bo'lsa ham qabul qildik. Mana bunaqa malladis haydovchilar ham bor. O'zi asosiy yo'l mana bu, lekin bular bez bo'lib bunaqasiga chiqib kelishadi. Mostdagidan o'tishingiz bilan birinchi do'stligiga keling. Bo'ldi-ku, mana. Shu belgilangan joy mostdagidan o'tish bilan birinchi nima deysiz? O'tib ketdingizmi o'sha? Yo'q, yo'qmi? Alo. Alo. Eng asosiysi bilasizlar, asosiysi to'g'ri belgilanmagani bo'ladi va hozir mana postdan yana qaytib o'tdik. Probka ekan. Mana hozir keldik, qani. Nima ekan endi? To'xtab oldik. Bosib ketdik tezroq. Sog' bo'ling, charchamang. Rahmat, yaxshi ishlang. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания. 8 kilometrga 31.500 so'm pul kaftalik zakaz kapilkada. Klientimiz juda ham ajoyib keldi. Hali yetib kelganimiz yo'q. Zaverishni bosib yuboring deydilar. Nimaga aytsam, bir xillar deydi, bosmasdan ketib qoladi deydi. Aytdim, odam o'zi o'g'ri bo'lsa, qolganlarni ham o'g'ri deb o'ylaydi. Sal g'alati insonlar ham bor. Charka shu yerdami? Chiqib ketish lozim bo'ladi. Yo'l yo'q. Orqaga qaytib ketishim kerak keyingi zakazga. Mana to'g'ri qo'ydim. 20 ming so'm. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен наличными. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания
обслуживания по Точka bilan статусу. emas, yozib adres belgilaydiganlar yomon joningga teggan, chunki o'zi noto'g'ri belgilaydi va kamiga yana noto'g'ri belgilagan tan olmasdan nima deydi? Mametdan bu yoqqa yuramiz, etdan bu yoqqa yuramiz. Sen mana shu yerda qol bo'ldi. Sen shu yerda belgilading, shu yerda qol. Boshqa narsa yo'q bu yerda. Alaykum assalom. Alaykum assalom. Qaysi xonadon? Şu atrofda doktor. Xolos. Ehtiyot bo'lib, o'ng tarafdan tushib olasizlar. Ha, sog' bo'ling, topshiring. Xo'p. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои Xo'sh, вещи. aziz do'stlar, Для 4 улучшения kilometr качества обслуживания по статусу 20.500 pul приложения. kapilkada mana mana shunaqa klientlar bo'lsa, juda ham odam xursand bo'ladi. Повышениесі 2000 mi 3000 mi повышениесі bilan tushgan zakaz edi. Yaxshi qilolmadim, chunki boyagi klient bilan o'zi chiqishdan oldin o'zi nimadir muammo, yo'limizdan o'rtasida yana nimadir muammo edi va oxirida yana shunga o'xshagan muammo bo'lgani uchun buni повышениесini qaramay qoldim. Nima muammo ediki, bekor zakazni oldingiz, men yana ketishim mumkin edi deb boshladi boya klient. Men aytdimki, yana etbetga keladigan odam zakazni boshida aytish kerak, ketishini, o'shanga qarab ish qilardi u biza. Siz so'rashingiz kerak-ku deydi. Keyin sansirab gapirishni boshladim, o'ziga joyiga tushishni boshladi. Kelsa asabi chiqadi odamlar. Yo'q, xatini ham sezmayman hamaki. Har kim o'ziga javob beradi. Chiqdingiz, chiroyli muomala qilib ketyapsiz, hurmatimni joyiga qo'yib ketyapsiz. Nega sizdan xafa bo'lishim kerak? Ishni tugatdim, hamma yoqda qildim. Uyga pulni berdim. Endi borib dam olasiz. dam olaman. Maza qilib, oyoqni osmondan qilib. To'g'rimi? Yaxshi. Omadingiz bersin. Siz so'lada qiynalib qolmayapsizmi ish qilib? Ya issiq ezib qo'ydim. Vash yomon ezdi. Issig'i siz ezdingizmi yo issiq sizni ezdimi? Issiq meni ezdi. İçmeyman dedim, yana ichib qo'ydim-da. Issiq sababi? Mayli. To'xtadik, dangmalik dedim. Bo'lmadi. Ben bu o'zinikini oldi. Mana o'rtoqlar, mujik degan mana shunaqa bo'lsa, ba'zi bir insonlar kommentariyada oldin yozishardi, endi ichgan odamga unaqa muomala qilish kerak emas, bunaqa emas. Yo'q, o'rtoqlar, to'g'ri, biz ham xato qilamiz, boshqa qilamiz, lekin chiroyli muomala qilib, chiroyli qilsa, biz undan ham ko'proq chiroyli muomala qilib ketamiz. Mana amakim nagliyatni primer. Endi u hamma o'zi uchun o'zi javob beradi, men bitta narsa demayman, lekin aytayotdilarki, ishladim, ish qildim, uyga bozorlikni qildim, ro'zg'orlik qildim. Keyin chiqib ichib dotdilar. Eng asosiy joyini eshitdilar. Endi uyga borib dam olaman dotdilar. Ya'ni ko'chaga chiqib janjal qilayotgani yo'q, to'polon qilayotgani yo'q. Uyga borib dam olaman dotdilar. O'zini me'dasini biladigan soyuzni haqiqiy odamlari. Bugun menimcha xuddi kechaga o'xshab, kecha ham kechib payt bir 6 tami 7 ta zakaz shu vodniy kompas qo'ylu, vodniy kompas qo'ylu bo'ldi. Bugun ham mana o'sha 5-zakazmi? Hozir ko'ringlar, 5-zakazimiz ham xuddi shu tarafga Sohibkor ko'chasi, Zabardast, Bektemirskiy rayon, xullas Yikotiga yetmasdan, Pavorotiga yetmasdan to'g'ri qilib aytganda gaz zapravkaga ekan. Adashmasam agar. Charchamang. Спасибо за поездку. Заказ будет Xo'sh, aziz do'stlar, biz Alayskiydamiz, boyagi zakazimizni pasaytirib turgan 27 ming bilan yopdik. 27 mingmi, 28 ming bilanmi? Bunisini bo'lsa 30 ming bilan yopdik. Bizga keyingi zakaz dastavkadan kelib tushdi. 2 kilometr ko'rsatdi, lekin bu 2 kilometrimiz mana shu o'rtadan o'tib ketsak, bizni 1 kilometrlar orasida bo'ladi. Navigator sal adashyapti. Ya'niki hozir video kommentariyasida bir obunachimizga dastavkada ham ishlab ko'rsating deganlar uchun passajirskiyni o'chirdik. Juda chiroyli yozib bilib, o'shanga dastavkada bir ko'ramiz nechta zakaz bo'lsa ham повышение bo'lib ketdi. Ko'rsatish. Dastavkamizni oldik. Notebookmi nimadir bu 9 kilometr 900 metr masofaga 34.500 ekan.
juda ham bir bardak joydan oldik. Proxinkalini yoni mana bu Alayskidan o'tgandan keyin bilsanglar, hamma mana shu biznes sentrdagilar ham boshqalar ham mashinalarni qo'yib tashlashadi bu yoqqa. Umuman bir na bir qo'yishga, na bir to'xtashga joy bor desam ham to'g'ri bo'lgan bo'ladi va eng asosiysi bu yerdagi stayanshiklar shu stayangani narxini 20 ming so'm qo'yib olishgan. Bo'ladi, chiqishyapti. Ishlagi mana yonida turibman, oq Gentra 105 nomeri. Aka nimamidi? Universitetga oldiga keldingizmi? Ha, universitetda oldi, ishlagi mana yonida turibman. Bo'ladi. Agar ma'lum kelmasa-ki, berib qo'ysangiz agar kutib qolmasangiz chiqishlarni. Yo, do'stim, avvalo qoling iloji bo'lsa. Muammo yo'q. Tinchlik bo'lsin nomanda. Bo'ldi, xo'p. Xo'sh, dastlabki o'rtoqlar bizda yana ikkita to'chkali 38 ming so'm paket shtu. Bu yerda bab ajdani ham bo'lgan. Ajdanasi bilan oxirida ko'ramiz nechta bo'lgan. Alo. Assalomu alaykum, Yandex zastavka. Yo'q, mana nomeringiz turibdi-ku kiritilingan. 90 nechchili? Ha, uzr, adashib ketdim bitta nomerga. 95. Xullas, o'rtoqlar, ikkinchi tochkaga yetib keldik. Hozir dastlabkani berib olsak, shu bilan yo'q, 44 ming bilan yopildi, chunki bu yerda ajdani ham bo'ldi va oxirgi paytda ko'pchiliklar gapirishyotdi, nimaga masjidlarni syomka qilmayapsiz, ko'rsatmayapsiz deb. Mana o'sha narsani aytdim. Hozir soat mana 1 daqiqa o'tdi. Jamoatga uspet qilmadik, lekin Xudo xolisa o'ylaymanki, Allohim Xudo xolisa jamoat savobini bizga beradi. Hozir mana tepada Yunusobod jome masjidi bor. Shu yoqqa shundan kirib chiqsak, shu bilan ishimizni davom ettiramiz. Xo'sh, aziz do'stlar, peshin namozini ado qilib bo'ldik. Istaganki amallab topdik. Eng asosiysi bilasizlarmi? Eng asosiysi jamoatga uspet qildik. Bizga mana eshigigacha bo'lgan zakazni beryapti hozir. Qabul qilamiz. 8-kvartal mazali nuqta uzda. Zakazda hayron qolayotgan joyim Nujin terma ko'rib turibdi. Bu yedani zakaz o'tib ketib qoldimi deymani bizga yeda ovqat tarifi. Hayronman, bu qanaqa zakaz bu, nima o'zi bu? Xo'sh, aziz do'stlar, zakazimizni berishdi. Dastlabkamizni yoqqan shikilli bu yerdan yurmas ekanmiz. Eng yomon narsa bilasizlarmi? Eng yomon narsa shuki, cho'ta klapimiz ochmay qoldimi bilmayman. Xullas, benzinda ketamiz hozir. Orada ustaxonaga kirib chiqishimiz kerak. Chunki benzinimizni o'zi ham kam edi o'rtoq. Xullas, hozir benzin zapravkaga kirdik o'rtoqlar. 115 milli quyib tura qolgacha hatto makimizda o'zi benzin yo'q edi, chunki oxirgi paytda qishda benzin rasxod ko'p bo'lganiga benzin quyim kelmay qoldi. Hozir mana endi majburlikdan taka dastlabki berib olgunimcha ham 50 milli 30 milli qo'yish nibigida, o'shaning uchun bir qanaqa zapravka nima deysizlar o'rtoqlar? Shu yerdan hozir yo'la qolamiz. Ishtomini keyin ustaxonaga ko'ramiz. Menimcha klapni ochmay qoldi. Chunki konseyner bilan ketayotgan joyimni chaq qildi-da, shunda o'chdi boshida. Benzinga yetib keldik. Yo'q, kerak emas, aka. 14 litr benzin quydik mana aziz do'stlar. Xo'sh, ko'rsatilgan joyga yetib keldik. Kayfiyatimiz yana ko'tarildi. Dilinteres hozir yana gazga o'tkazib ko'rdim. Gazimiz ishlab ketdi. Alo. 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 Alo, ota eshitdingizmi? Nimadir bosib tashladingiz, eshitilmay qoldi. Ha, yo'q, oka, anaqa olib kelmadingiz, oka, men bermoqchiman. Ha, to'g'ri, aka. Shu chiqsangiz mana. Men hayron bo'ldim, olib kelsangiz, berib olsangiz mana qo'ydim. Yo'q, bo'ldi. Xo'p, aka. Yo'lda sipochka zakaz tushirdi, liniyadan chiqib ketmagan ekanman, adashib qolman ozgina. Demak, hozir bularni narsa olib turib, keyin 19-kvartalga borishimiz kerak. To'g'ri. Xo'sh, o'rtoqlar, biz zakazimizni 59 mingga 29 ming bilan yopdik. Bizga keyingi zakaz kelib tushdi. U mahal diskamizni maqtanib shu hamkasbimiz bilan gaplashayotganimiz uchun syomka qila olmay qoldik. Hozir bo'lsa mana, Xudo xolasa keyingi zakaz
Qayerda ekan klientimiz? Qayerga borar ekanmiz? Prospekt Mustaqilligiga, minimalga zakaz qila qolsa. Keyingi dastlabkamizni ham oldik. 4 kilometrlik zakaz ekan. Bu ham kartali. Xo'sh, kartali zakazlarimiz bugungi kunda ko'proq bo'lyapti. Lekin buni muammo joyi yo'q, chunki Smart Taxi aytgancha taksi park haqida aytadigan bo'lsa, qaysi taksi parkda ishlayotganligi biz Smart Taxida ishlayapmiz hali ham. Pul yetish komissiyalari muammosiz 24 ga yetdi. Bayram kunlari agar banklardan o'sha dam olish kunlari bo'lmasa, boshqa mahal bemalol. Xullas, bank ishlasa bot ishlaydi. Bank ishlamasa bot ham o'sha bir xil mahal. Agar taksi park limitida pul qolmay qolgan bo'lsa, ishlamay qolishi mumkin. U yog'i endi texnika o'rtoqlar. Biz shu mahalgacha bu taksi park bilan hamkorlikda ishlab kelganmiz. Noliydigan joyimiz yo'q, Xudoga shukr, yaxshi. Hozir mana ko'rsatilgan manzilga yetib kelyapmiz. 5 daqiqa vaqtli yetib kelyapmiz, xudo xolasa. Xo'sh, o'rtoqlar. Zakazimizni berib bo'ldik. Juda tor joyga chaqirishgan, bu yerdan hozir qanaqa chiqishgan hayronman to'g'risini aytsam. Chunki kirdi chiqdi joy juda ham ko'p. Kirdi chiqdi mashinalar juda ko'p. Joydan вообще umuman от слова совсем deydi, umuman chiqib olishga sharoit ekan. Mana o'zingiz ham ko'rishim mumkin. Hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shunaqa tor joyga chaqirishganmiz ana. Shuning uchun bu yerdan hozir tezroq chiqib olmasak, anda mashinalar kelib qolmasa, chiqa olmay qolishimiz mumkin. Summamizga keladigan bo'lsak, bunaqa deylik-ku. Pul bilan yopildi. 19 ming so'm pul kapilkada. Shu yerda oxirgi paytlarda ikkita tochkali dastlabkali zakazda ko'p ishyapti. Ya'niki bitta joyga emas, ikkita joyga olib boradigan bo'lib chiqasiz. Yomon yozmayapti, lekin vaqt juda ham ko'p ketib qoldi, chunki dastlabkida ham o'ziga yarasha bonusi bor. Bir kunda 25 ta zakaz qilsangiz 110 mingmi, 120 ming, 20 taga 60 ming, 15 taga 30 ming mana shunaqa atrofida. Shuning uchun liniyadan chiqib qo'yib, undan tashqari balga ham yaxshi tarafi o'sha liniyadan chiqib olsangiz, har bir dastlabki 78 balldan hisoblaydi. Agar bittada общий sipochkali qilib olsangiz, bir marta 78 ball beryapti. Dastavkamizni oldik, 4-8 kilometrga 24 ming so'm pul. Eshikdan eshikgacha xizmati yo'q, обычный dastavka. Boriga baraka. Bitta korobka kichkina va bitta salafan. Xo'sh, aziz do'stlar, bizda navbatdagi dastavka 6 kilometr 300 metr masofaga 31 ming so'm. Eshikdan eshikgacha xizmati bor, lekin o'zligi solib chiqib berishdi. Kalit olib borib berishimiz kerak ekan xatga. 5 Roses 5 ta atirgul degan joyga ekan. Ishlashda davom etamiz, xudo xolasa. Yolmas yaxshi, lekin probkalar ham bor. Sizgamidi? Alaykum assalom. Sog' bo'ling, charchabang. Xo'p. Xo'sh, aziz do'stlar, bu zakazimizni ham 31 ming so'm bilan yopdik. Ko'rsatilgan vaqtdan ancha oldin yetib keldik. Eshikdan eshikgacha xizmat bo'lsa ham, boya aytganimdek shunaqa zakazlarni yaxshi ko'raman dedi-yu. O'zligisi kirib, o'zligisi olib chiqib berishadi. Kalitni ham o'sha pastda podyezdda poylab turishgan ekan. Tepaga chiqib ovora bo'lib yurmang degandek qilib malaka topsam. Tak, endi biz sentrga qarab emas, ozgina orqaroqga qarab yurishimiz kerak ekan, chunki koeffitsient orqada yaxshi ko'rsatyapti. Sentrda sal повышение pastroq deb ko'rsatyapti. Soatimiz 3 dan 30 daqiqa o'tdi. Shu vaqtgacha biz pромежуточный rezultat qilamiz, lekin zakazni hali totib tutganim yo'q. 304.673 so'm biz 13 ta zakaz qilib ishlammiz. Tak, qayerdan beryapti? Oqsoy, orqadan beryapti. Mana kakras 18.500 so'm bilan eshikdan eshikgacha xizmatda. 260 ming naqd pul berib olib qolasiz klientdan debdilar. Hech qanaqasi iloji yo'q 260 ming. Yandex zastavka. Assalomu alaykum. Men keldim, past turibman. Doma tagiga keldingizmi? Ha, prям doma tagiga keldim. Podyezd yonib turibman. Oq Gentra 105 nomeri. Alo. Assalomu alaykum. Abdurahmon aka. Soatimiz 7 dan 50 daqiqa o'tdi. Biz shom namozini o'tkazib olib, ovqatlanib olib, yana ishga chiqib ketamiz. Ikkinchi seriyaga. Mashinamiz yana shu gazga o'tmayapti.
Bir yaxshi bo'lib, gazovika oldiga borsam, gazni ishlab turibdi, mana endi yana qilib qo'ydi. Va alaykum assalom. Qalaysan, suvsan? Nima ish qilsan? Xo'sh, o'rtoqlar, birinchi zakazimizni 18 mingdan hisob bo'ldik. Bizga 1-3 kilometrdan keyingi zakaz kelib tushdi. Necha pul повышенияsi bilan? 5 mingmi, 6 mingmi xullas shunaqa. Там? Mana shu bo'lsa. Больницами? Ha, mana shu. Karta-ku. Kartadan menimcha hech allaqalib eshitdimi? Men shu tizdim karta. Xo'sh, o'rtoqlar, soatimiz 9dan 23 daqiqa o'tdi. Biz Yangiboddagi Xolid ibn Valid jome masjidiga kirishga qaror qildik. Xufton namoz vaqti bo'lib, Xudo xolasa xuftonni ham o'tkazib olsak, shu bilan yana ishga, yana jangga deydi-yu. Azon chaqiryapti. 9:30da o'qilar ekan bu yerda demang. Mana aka. Sog' bo'ling. Charchamang. Xo'sh, aziz do'stlar, biz peshin xufton namozini ado qilib oldik. Qo'ylu birinchi masjiddamiz, klientimizning puli juda ham yirik ekan. 200 ming TL ekan, 12 ming yurib. Maydangiz bormi deyildi, maydamiz yo'q dedik. Bizga 5 ming pilusi bilan navbatda zakaz kelib tushdi. Hozir faramiz. 36 ming so'm, aka. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен наличными. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Aka, rahmat, rozi bo'ling. Yaxshi emas. Rozimisiz? Yaxshilikni ko'rishdik, aka. Xo'sh, aziz do'stlar, biz Chimgan chorrahasida 36 ming yozuvdi, 40 ming berdilar. 4 mingni kerak emas, roziman dedilar. Ya'ni 4 ming choy puli bugun. Yo 7-marta, yo 6-marta choy puli. Birinchi zakazimiz o'zida 5 ming, keyin 2700, keyin yana 3 ming. Keyin 5 mingga rozi bo'lishdi. Hozir mana yana 4 mingga, bittasi 2 mingga rozi bo'lib ketdi. Xullas, barakasini. Qarang, hozir milisa mashinasi ham turibdi. Qaysi milisa? Buyuk Ipak yo'l metrosida, to'g'rimi? Ha. Qarang, hozir mana jentradan qizil jentra turibdi ana. Trekker, milisalar mashinasi yonib o'tyapti. Ular menga ko'rinmayapti, do'stim. Qayerda turibsiz hozir? Shuni belgilagan joyingiz turma, do'stim. Siz-chi bundoq qiling, atmay qilingda to'g'ri belgilab boshqatdan chaqiring iltimos. Maylimi? Bo'ldi, hozir. Xo'p. Boshqa haydovchi ham ovora bo'lib qolmasa iltimos. Xullas, noto'g'ri belgilashgan ekan o'rtoqlar. To'g'ri belgilab chaqirishligisini so'rab qoldim va undan tashqari Nazarbek ekan, Nazarbekga hozir to'g'risini aytsam borish niyatim yo'q edi. Shuning uchun haja 21500 so'm koeffitsiyenti bilan tushgan zakaz edi. Nima deymiz endi, mayli. Chem hozir bularni qidir, yana top qat yurganini bilmaydi. Buyuk Ipak yo'lida o'tdi. Buyuk Ipak yo'lida men turibman, lekin ularni ko'rmayapman. Bular turgan mashinalar ham ko'rinmayapti. Sog' bo'l, yaxshilik bo'lishi, charchamas. Спасибо за поездку. 6 daqiqa vaqt. 5,5 kilometr masofa. Вы не оставили в автомобиле свои вещи. 31500 so'm pul kapilkada. Necha pul повышенияsi bilan olganman bu zakazda? Nima deb o'ylaysiz? Xo'sh, o'rtoqlar. 208 kilometrga 22 ming so'm bilan biz navbatdagi yuqori koeffitsiyent bilan tushgan zakaz edi. Zakazimizni yopdik va damoy rejimini yoqishga qaror qildik. Uyimizgacha yana 9 kilometr ko'rsatdi. Shunda 231 kilometr 300 metr masofa biz yurgan bo'lar ekanmiz. Tak. Kassaga keladigan bo'lsa, kassa bugun juda ham bir ajoyib bo'ldi desam ham bo'ladi, chunki kutilmagan joyda. Endi bugun ustaxonaga kirmadik, yana chunki gazimizda o'zi yaxshi yurib ketdi mashinamiz.
nima desa u bo'ladi. 523 ming so'm pul bizda komissiyadan ayirib tashaganda turgan ekan. Bu yerda yana 40 ming ayirsak 480 ming bo'ladi. Gazimiz keladigan bo'lsa bitta yashil palka bor ekan. 80 ming so'm shunga ayirib bersak bizga 400 ming pul qoladi va quygan benzinimizdan где-то bir 4 litrcha ketdi. 10 tadan oshiq benzin bor, uni menimcha hisoblamasa ham bo'ladi. Ana asistentlarimiz ham charchagandan tushib ketdi. Sizlar bilan bo'lsa xayrlashamiz. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, charchamanglar. Kanallarimizga Uklon Yandex qilollari kanaliga, Taxi Store kanalini gruppasiga a'zo bo'lishni esdan chiqarmanglar. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Zakazlar keladigan bo'lsa, o'pshu biz bugun xudo xolisa 23 ta zakaz qilamiz. Soatimiz 11 dan 36 daqiqa o'tdi. Где-то biz bugun 8-9 soat liniyada bu bizga damoy rejimidan navbatdagi zakaz kelib tushdi o'rtoqlar. Liniyadan chiqib ketishimiz bilan как раз gaz zapravkaga ekan 7 kilometr masofaga kartali zakaz. Ko'ramiz nech pulda yozar ekan. Shu yerda? Sog' bo'l, charchama. Xo'p. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста. Xo'sh aziz do'stlar, tushirib bo'ldik. 24-klientimizni ham summamiz 18500 bilan yopildi kartali. Mayli, zato pustoy qaytmadik. Hacha уже nima deydi? Kefli yonyapti, yonmayapti emas. Shaharda misol uchun mana 26500 so'mgacha ko'rsatyapti, lekin kechqurungi narxlar cho'ti slishkim kepaylashib ketgan. Kunduzi ozgina probka bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham narxlar hamma nima deydi bir yaxshi holatda bo'lib turibdi. Endi kimga qanaqa bilmayman, bu lichda meni ham deydi-yu. Shu bilan nima deymiz? O'zinglarni asraylar, charchamanglar, общий kassa summasiga buni ham qo'shib hisob kitob qilib chiqarib olsanglar, bugungi kunimizdagi zakazlarim